Bugün sizler bilen Craft nomli Minecraft kanalımızga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Ketdik unda o'yinni boshladik. Hali ham obuna bo'lmadingizmi? Pastga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Ketyapti endi. Ana daraxtlar birinchi o'rinda daraxtni qazib olamiz. Uchta bo'ldi. Mana shu daraxt qazsak 5 ta bo'ladi. Yo 5 tadan ko'p bo'ldi ekan. Yaqin orada qishloq ko'rinmayapti ekan. Ovozimga e'tibor bermanglar. Sal shamollab qo'yganman. Ketdik unda. Daraxt qazishni boshlaymiz. Nechta bo'ldi ekan? 11 ta bo'ldi. 20 ta qilamiz. Yo, bo'laveradi shuncha ham. Endi maydonga olamiz daraxtni. Birinchi o'rinda verstak qo'yib olamiz. Keyin nima qilib olamiz? Bundan 8 ta olamiz. Keyin birinchi o'rinda taxta, keyin vergulak, ikkita olamiz, pichoqdan olamiz, bolta olamiz. Buni sindirib olamiz. Ketdik endi. Qo'y chiqmayapti-ku, qo'y chiqish kerak-da. Qilich yasamabmiz-ku. Qilich yasamabmiz. Bitta shunday qilich olik. Verstakni sindirib olamiz. Unda ketdik qo'y o'ldirishga. Qo'y ham chiqmayapti-ku. Qillarda chiqadi-ku. O'linu. Bo'yim yetmaydi-da. Mazza qiladi. Mazza ekan aylanish. Shahlarga borib ko'raychi. Kanalimizga pastga tushib obuna bo'lib qo'yinglar. Unda ketdik. Quloq. Uy! Jichcha qoldi o'lishimizga. Neydi? Ya bichara. Meselelarda chiqib qolar qo'y. Nerede qo'y ko'rinyapti? Yo'q, qo'ymas ekan, boshqa narsa ekan-ku. Cho'chqa. Yo'q, cho'chqani go'shtini yemaymiz. Halol emas. Halol go'sht emas. Qishloq ko'rinmayapti-ku. Shu aytmaysizlarmi? Shunaqa Minecraft ham o'ynab turaman ba'zida.
Shu da uyqu uyg'urasammikan yoki dicha daraxt qazisam bo'ladi-yu menimcha. Yo'q, kichkinagina uyqurib qo'y topilmayapti-da, qo'y. Qishloqqa chiqsa ham yaxshi edi. Qishloq ham chiqmayapti-ku. Qo'y ham chiqmayapti. Yaqin orada qishloq ko'rinmayapti. Tulki, ayyor tulki. Tushib ket. Make. O'ylab qoldi. Ketdi gunda. Chicken. Diktafon. Chicken, qani chicken? Chicken, qanisan chicken? Chicken ko'rinmayapti-ku, chicken. Chicken. O'zbekcha gapiraveray, tovuq deb. Kanalimiz hali ham obuna bo'lmadingizmi? Tezda o'tib pastga tushib obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'y ham chiqmayapti-ku. Qandaysan? Tushib ketdim. Qo'y ham chiqmayapti, qorong'i bo'lib qolmasidan tezroq divon qurib olsam-da. degan qo'shiqni eshitganmisiz? Obunachilarim, tezroq obuna bo'linglar. Yettiyuzta bo'laydi, iltimoslardan. Yigarlar, kichkina bolalar qancha oddiy video qo'ysa ham shuncha 600 nechtayam obunachi bo'lib ketyapti. Men esa shuncha 70 ta 80 ta videolar qo'ysam, bitta videoga bitta ham obuna kelmayapti. Sizlar obuna bo'lishingiz keraklarda unda. Maka, qochma, o'ldiraman seni. Maka, qanisan? Maka. Senga o'rganim yo'q-ku. Qo'yibsan sen. Voy, mana manzarani. Bu manzara uchun obuna bo'lasizlar, menimcha. Anaqda qo'y ko'rinmayapti-mi? Ashyolarda qo'y bo'lib qolar. Ana nima? Mana nomini bilganlar kommentariyaga yozib qo'yamiz. O'zi yo'q anuvda. Bu aşağıda nima chiqariyor endi. Aşağı borib olaylik. Voltes. Chicken.
obuna bo'lib qo'yinglar jigarlar. Shunday desam ham obuna bo'lasizlarmikan? Shunday desam ming bor ichimda achitib, shuni 1 soat, 2 soat vaqtimiz ketadi. Lekin sizlar obuna bo'lmaysizlar. Obuna bo'lsalaringiz, obuna bir kun bitta video qo'yiladi. Obuna ko'paygan sari videolar ko'p chiqishiga tegishli bo'ladi. Mana yoqda lava ko'rinyaptimi? Obuna bo'lmasanglar hozir mana shu lavaga o'zim tashlayman. Obuna bo'lmadilaringmi? Unda xayr. Shu joyda video tugatdim.